Darsimiz boshlandi. Assalomu alaykum. Kodikit o'z kanaliga xush kelibsiz. Bugun bizning 3-darsimiz. O'tgan darsda nimalar o'rgangandik? Biz o'tgan darsda nimalar o'rgangan edik? H1, ya'ni biz H1 misol uchun yozamiz. 3-chi darslik teoretik o'tyapmiz. Biz o'tgan darsda ikkinchi darsda shu ma'noda o'tgandik. Hop, undan keyin paragraf o'tganmiz. Paragrafda o'tganmiz misol uchun men hop o'rganyapman. Misol uchun keyin B tashmasini o'tganmiz. B harfi esa B kodimiz nima vazifa bajarardi? Qalinlashtirish vazifasini bajarardi. Hop. Keyin I harfini o'tganmiz. I matnni mana shu so'zimizni qiyalashtirib berishi. Misol uchun I'da nima qilamiz? Keyin nima qilamiz? Burada yozib ketaylik mana. Sizlarga nima bo'lsin? Darslik bo'lsin. Takroriy. Buni ham kopiya qilamiz va buni bu yerga qo'yamiz. Ya'ni bu ma'no qiyalashtirib berish vazifasini bajaradi. Biz nimaga kiramiz? Churamga kirib nima vazifasini bajaramiz? Mana bu H1lar sahifasi, sarlavha, bunisi paragraf, qalinlashtirib bergan narsa bu B bilan belgilandi. Uni o'rganyapman. Bunisi esa I bilan. Hop, undan keyin nima o'rgangandik? Undan keyin biz joy tashlashni o'rganamiz. Misol uchun aytdim, bir yozib qo'ysak joy tashlash bo'ladi. Ya'ni buradan joy tashlanganligi haqida. Keyin xarasini o'tganmiz. Bu gorizontal chiziq ko'rsatadi. Bugungi darsimiz nimadan iborat? Bugungi darsimiz esa ya'ni A tagi. Birinchi navbatda A tagiga ko'ramiz. A tagi bu tag sahifa havola, ya'ni link qo'shish uchun ishlatiladi. Yozamiz Google'ga o'tish. Ya'ni mana Google'ga o'tish. Bu link ishlayapti. Ya'ni biz menga nima yozamiz? Google'ga o'tish uchun biz albatta Google nimasi yozishimiz kerak. Hop. google.com. A tag ichidagi mana bu narsa, sizlarga belgilab ko'rsataman. Mana harf degan atribut bor va bu u qayerga o'tishimiz kerakligini ko'rsatadi. A orasidagi matn esa foydalanuvchi bo'ladigan yozuv bo'ladi. Ya'ni mana shu narsa Google'ga ismi, Google'ga o'tish. Buni bossak Google kiradi. Buni lekin mana A'ni ikkita A'ni ichidagi esa yozilishi. Misol uchun buni biz katta harf yozishimiz mumkin. Yangilasak mana Google katta harfda o'zgardi. IMG rasm tagi. IMG tag rasm qo'shni o'rganamiz. IMG ya'ni AMG
Imaga tega boshqa tegadan farqi uni yopish shart emas. Ya'ni yopish degani nimani tushunishimiz mumkin? Yopishni imaga burada bor, lekin oxiriga sizlarga buni ko'rsataman. Imaga bu narsani qo'yishimiz shart emas aslida rasmga. Chunki biz rasmning o'ziga, ichiga nima yozishimiz mumkin. Hop. Alt nima? Alt rasm chiqmay qolganda, qisqa tushunaman. Rasm chiqmay qolganda arkasi chiqadigan rasm. Ya'ni agar rasm biroz sababdan yuklanmasa, o'rniga chiqadigan matn. Biz nima qilamiz? Soy rasm deb qo'yamiz. Ya'ni bizda mana soy rasm. Hop, endi SRK nima? C nima? Bu rasmning manzili, ya'ni qayerdan olib kelishimiz kerakligini ko'rsatadi. Agar rasm shu papkamizda bo'lsa, men sizlarga ko'rsataman. Biz ochgan papkamizni ichida bo'lsa, men yozib turgan kodimiz birinchi darslik, ya'ni bu kodda yozib turgan bo'lsam, mana kodda yozib turgan bo'lsam, rasm ham shu papkada bo'lishi kerak. Ya'ni bu rasm. Va izga kiramiz. Uni ochganimizdan keyin shu papkada o'z rasmi chiqadi. Biz yozamiz bu yerga. Hop, rasmning ismini yozishimiz kerak biz. Mana rasmning ismi bo'lsa, xuddi shuni yozamiz biz. Mana biz JPG shu rasmni linki chiqadi. Bosamiz. Nima qildi? Endi biz Google ga kirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni buga. Mana rasm chiqdi. Agar rasm chiqmaganda biz qo'ygan so'ng rasmi kelib chiqadi. Hop. Undan keyin ul va li tagi. Tartibsiz ro'yxat. Ul sizlarga bittasi o'rgatib ketaman. Ul qisqa bo'ladi. Misol uchun burga li, yana pastga tushib li, pastga tushib yana li qilsa, unda biz qiynalamiz kod yozganmi. O'shancha biz nima qilamiz? O'chiramiz. Ul buni chiziqcha nima qilamiz? Strika qo'yamiz. Ul ichida degan ma'noni ko'rsatadi. Ichida biz nima paydo qilishimiz kerak? Li. Hop. Va bizga nechta kerak bundan? Bizda lidan bizda 3 ta kerak. 3 yozamiz. Qilsak, xuddi shu narsa kelib chiqadi. Yozamiz. Olma. Banan. Uzun. Bu tartibsiz ro'yxat. Bu tartibsiz ro'yxat, ya'ni nuqtachalar bilan chiqadigan ro'yxat. Li esa ro'yxatning har bir elementi. Diqqat qiling. Li doim ulni ichida yoziladi. Ya'ni ulni ichida yoziladi deng. Shuni unutmanglar. Endi brauzerga kiramiz. Brauzerda biz yozgan narsamiz mana ko'rib turgan bo'lsangiz, olma chiqdi. Olma bilan nuqta bilan chiqdi. Hop. Keyingisi ol tagi. Ol strika qo'yamiz. Li buni ko'paytiramiz 3 ga. Ol bu tartibli ro'yxat, ya'ni raqamlar bilan chiqadi. 1 2 3 bo'lib. Ko'rib turganingizdek li tagi, taglari bu yerda har bir xil ishlatiladi. Farqi faqat tag mana ul va ol ekanida farqi. Hop, yozamiz. Hop, birinchi qadam, ikkinchi qadam, bunisi uchinchi qadam. Hop, endi buni biz Google ga kirib ko'ramiz. Sarmaga kirib mana biz bunisini ul bilan ishlatgan bo'lsak, tartibsiz ro'yxat bu. Ol bilan ishlatdik. 1 2 3 tartibli ro'yxat. Hop. Xulosa.
va vazifa. Bugun biz nimani o'rgandik? A linki. A linki qo'yish. Keyin img, ya'ni img rasm qo'yishni o'rgandik. Buni ichida C va alt bilan ul o'rgandik. Tartibsiz ro'yxat, li va olni o'rgatdik. Ol tagini o'rgandik. Tartibsiz ro'yxat. Sizlarga vazifa. O'zingiz haqingizda kichik sahifa yarating. Ismingiz, rasm, sevimli narsalaringizni ro'yxati, ul yoki ol va Instagram yoki Telegram sahifangizni linkka qo'ying. Telegram sahifangizda link. Tayyor bo'lsa, skrinshot qilib biza gruppamiz bor, gruppamizga tashlang. Savolingiz bo'lsa, izohga yozib qoldiring. Sizlarga kattakon rahmat. Bugungi darsimiz tugadi.